Asabiylikda, Grandaksin tabletkasi. stress va xavotirda, Grandaksin tabletkasi. vegetatsiya distoniyasida, Grandaksin tabletkasi. yurak tez urishida nervlardan bo'lsa-chi, Grandaksin qabul qilish kerak. vahimaga o'xshash holatlarda-chi, Grandaksin effekt beradi. nevrozda, Grandaksin. klimaks davrida asabiylikda-chi, Klimaks davridami? Grandaksin. asabiylik, jahl tez chiqishi va o'zini ushlab tura olmaslikda, Grandaksin tabletkasi. Grandaksin tabletkasi asab tinchlantiruvchi vosita bo'lib, boshqa dorilardan farqi u o'ziga o'rgatmadi. Sababi tarkibida tofizopan bo'lib, u boshqa asab tinchlantiruvchi dorilarga o'xshab o'ta kuchli uyqu chaqirmaydi. Xuddi shunday manfaatli, kerakli meditsinalik kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va video tagiga like bosing. Ha, aytgancha siz asabiylashganingizda qaysi dori vositasidan foydalanasiz? Shu haqida kommentga yozib qoldiring.